Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ushbu videoda kanalizatsiya elektrlik turbani yozgi oshxonadan tortmoqchi edim. Qanday yotqizish haqida, urug'ini qanday qo'yish haqida bir kimgadir yordam tegib qolar degan niyatda shu videoni olyapman. O'zim shu haqida ma'lumot qidirganimda o'zbekchada ma'lumot kamroq, tushunarsiz edi. Ruschadan ko'rganimda shu haqida ma'lumotlar bor ekan. Shuning uchun ish qilib olishimiz uchun 1 metrlik urug'ini olamiz. Unga 10 santimetrlik 25lik truba qildim. O'zim olganda 0.35 gacha 32lik truba ham qo'ysak bo'ladi. Men 25lik qildim. Buni esa o'sha suvimiz oqayotgan tarafga qarab o'lchab ketaveramiz. Ya'ni qanday? Masalan, suvimiz bu tarafga qarab oqadi mana. Bu tarafga qarab oqadi. Oqayotgan tarafga boyagi turbani qo'yganman. Urug'imda esa mana shunday olib ketganman. Har bir metrga har tarafga xuddi shunaqa. Sal oshiqroq bo'lsa ham bo'ladi, baribir 0.35 bo'lish kerak. Mana sal oshiqroq. Pastga qarab ketaveradi. Hammasi xuddi shunday. Mana hammasi xuddi shunaqa. Uni taglarini mahkamlab, ulangan joyiga g'ish bilan g'ish qo'yib mustahkamlab qo'yganman, shu urug'ini yo'qolmasligi uchun. Hamma turbani bunday qirqib oldim, to'g'rilab. Bu yoq shunday. Hamma joyda urug'im bor. Mana bu taraf pastroq ham bo'lsa kerak. Mana. Bu usul tajribada oldin ham sinalgan. Men 100lik, 110lik turbani kanalizatsiya hojatxonani yo'naltgan joyidikini olib chiqqanman. 30 metr atrofida. Hozir ishlayapti, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q, to'lgani ham yo'q, tez ketgani ham yo'q. Shu tajribada sinalgan. Kimgadir yordam tegsa xursandmiz. Tushunarsiz holatlar bo'lsa kommentariyga bildiringlar. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Asosiysi mana shu urug'in. Shuni to'g'ri yasab olish kerak bo'ldi. Qolgani metriga to'g'rilab pasaytirib ketaveramiz. Ya'ni boshi bilan oxirini o'lchaganimizda 3 cm bo'lishi kerak, kamida 2,5 bo'lishi kerak. Mana boshini 0 deb olsak, pasi 3 cm. Bo'lmadi deganda 2,5 cm bo'lishi kerak. Shunaqa gaplar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar deydimi? Yordam teggandan xursandman. Rahmat hammaga.